Nuri san uchun SSRni pirojnoye lastishka. Originali. Kelinglar mehmon qilamiz. Biskvitimiz tuxum, shakar, undan iborat. Tuxumni oqini ajratib olamiz. Tuxumni oqi ko'pirtiramiz. Shakarni 3 ga bo'lib solamiz. Tuxumni oqi ko'pirdi, mana shunaqa yo'l bo'lishi kerak. Endi 2 ga bo'lib tuxumni sarig'ini qo'shib yana aralashtiramiz. Uni shunaqa qilib sitalab olamiz. Lapatka yordamida aralashtirishimiz kerak. Mikser bo'lmaydi. Hammada bo'lsa kerak duxovkani listi. Duxovkani listiga testamizni, xamirimizni solamiz. Chiroyli qilib, tekis qilib yoyib, 180 gradusda 25 minut, 40 minut oralig'ida pishirib olamiz. Biskvitimiz pishib chiqdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana ezib ko'rsalang qatib chiqadi. Shunaqa tillarang bo'lib pishib chiqishi kerak. Krem tayyorlash jarayoni. Tuxumni oqi, shakar va limon suvi. Issiq suv qo'yib olganmiz. Tuxumni oqi iliguncha shunaqa qilib aralashtirib turamiz doimiy. Tuxumni oqi ilidi. Endi mikser yordamida ko'pirtirishimiz kerak. Oqimiz ko'pirdi. Silishni maslamizni 3 ga bo'lib oz-ozdan sovolamiz. Idash ko'pirtiramiz. Ko'pirtirishda davom etamiz. Aytmaymiz. Adashib ketdi. Kremimiz tayyor, mana ko'rishlaringiz mumkin. Oppoqqina bo'ldi. Bir qator suvi chiqib ketadi. Toshkenchasiga chirib qoldi deyshadi. Chirib qoladi bir qator. 10 minut davomida chirisa ham aylantiraverarsizlar mikser davomida. Keyin suvini yeb, chirishlari ketib, chiroyli silliq bo'ladi shunaqa. Kremimizni 2 ga bo'lib oldik, teng qilib, bittasiga qulpinoyli jem solamiz, qizil rang berish uchun. Aralashtiramiz. 18 nasatkamiz bor. Mayda tishli, gulli. O'shanga sog'olamiz. Biskvitimizni ustidan sal tekizlab olamiz. Bu chiqqan отходlarni yoniga uvog'iga ishlatamiz. Biskvitni 4 ga 4 razmerda bo'lib oldik. Chopperni ichida o'zini uvog'i, 1 qoshiq yong'oq, 1 qoshiq kakao. Chopperlaymiz. Mayda uvog' bo'ladi. O'zini yoniga ishlatamiz ularni. Biskvitlarimizni sutga shunaqa qilib botirib olamiz. Uvoqqa ulaymiz, chiroyli qilib. Tayyor. Chiroyli qilib bir tarafga naqsh solib olasizlar. Keyin nari tomonga solib chiqamiz. Navbat qizil guli. Wow. Yomon ketyapti-yu. Chiroyli